Dongzhuo Lübo orasidagi ziddiyatning boshlanışı. Bunda qo'z do'stlar 3 podshohlikni ham davomli so'zlab ketdik. Oldingi filmda biz Dongzhuo'ninki Diao Channi shu banoliqqa tayinlab xotin qilib aketganlik to'g'riliq so'zlagan. Ham bu Dongzhuo bu Diao Channi o'risiga olib ketgandan keyin bu xabar Lübo'ning quliga yetdi. Yetgandan keyin bu cho'chib ketdi. Bu Dongzhuo nimishki bu Diao Channi olib ketganda men xotin qilay deb tursam bu aketgan nimasi deb Lübo u Dongzhuo'ga o'zining planlarini deyishga ulgurmaganda. Baldıroq deb aytgan bo'lsa-mu, bu ish yo'q hamda. Shuni kechiktirgan ishda asosan masala chiqdi. Lübo shuni bilan ochiqlab Wang Yunni uyiga berib, uni yoqasi deyilib, sen nima ish qilib Diao Channi menga berman deb turib, mening tutuq otamga Dongzhuo berib etsa degandan keyin shuning bilan Wang Yun bu yerda nihoyat bichor qiyofat kirib oldi. Xuddi o'zi bir ishni qilolmagandek, nihoyat shu imkonsiz qolgandek qiyofat kirib oldi. Menmi amal qilolmadim. Mening uning berib o'tish maqsadim yo'qdi. Men sizga va'da qilgan Diao Channi sizga berishga. Yana necha kundan keyin kelgan bo'lsangiz, men haqiqatan uni sizga berayaptim. Ammo bugun Dong vazi tuyuqsiz mening qasrimga kelib qoldi. Kelibla Diao Channi ko'rib, uni ep ketadiganligini dedi. Men to'sib qololmadim. Mening hech qanday huquqim bo'lsa, kuchim bo'lsa, men bosh vazirninki buyruqqa qanday qarshi chiqa olayman degandan keyin shundan Lübo'niki nihoyat ochiq kelib chichilib ketdi. Sen bilib turib Diao Channi Dongzhuo'ga berib o'tibsan, uni ko'z tutib qo'yibsan. U nihoyat shahvatparast odam tursa, uni chiroyli qizlarni ko'rsa, jim tura olamdi degandan keyin Wang Yun shuning bilan tushuntirdi. Balkim siz tutuq odangizni xato tushunib olgan bo'lishingiz mumkin. U mening qizimni sizga berganimni anglab va yoki anglamagan bo'lsa-mu, balkim Diao Channinki shunchalik chiroyli jalbkorligini ko'rib, sizni o'ylab sizga xotin qilib berish uchun Diao Channi aketgan bo'lish mumkin degandan keyin Lübo'ninki ko'ngli sal isi tushdi. Shunda bo'lish mumkinmi ya ras deb shuning bilan Wang Yunni kechirib o'tdi. Ham Wang Yunga namaqul bo'lib, "Voy dada, men unda o'smangay" deb ordisiga ketdi. Ketgandan keyin shunlar u kun kechda Dongzhuo'ninki inoq kirolmaydi. Chunki bu o'diga xohlagancha shu sanog'ullar kirib chiqolmaydi. At deganda Dongzhuo'ninki shu o'disiga qasriga borgan vaqtda bu shuni ko'rdi. Amaliyotda Dongzhuo bilan Diao Channinki allburun to'y bo'lib bo'lgan. To'y marosimini o'tkazib bo'lganda. Shuning bilan Lübo bu yerda nima qilarini bilolmay qoldi. Cho'chib ketdi. Asli u kechicha o'ylagan vaqtda nima deb o'ylagan desa, Dongzhuo mening tutuq otam meni o'ylab Diao Channi menga olib berish uchun Wang Yunning uyini akkagan. O'xshaydi deb Wang Yunning gapiga ishinib qolgan bo'lsa, bu reallikni ko'rgandan keyin buni ochiqlab, azoblanib ketdi. Endi Diao Chan bu Lübo'niki holatini ko'rgandan keyin bu rolni yaxshi oladi. Chunki bu Satan ilisini ishga oshirgan Soyib Jamalda. Shuning bilan bu Soyib Jamal ilis ishiltib, Lübo'ning yoniga kelgan vaqtda yig'laydi, Dongzhuo'ning yoniga kelgan vaqtda yig'laydi, o'zining dardini so'zlab berdi. Lübo'ning yoniga borgan vaqtda Dongzhuo'ning asli bo'lib qoldi. Dongzhuo'ning yoniga borgan vaqtda Lübo'ninki o'z to'g'ri qanday qilganligi, o'zininki shu Dongzhuo'ning o'g'il turib, shunda Dongzhuo'ning xotiniga bunday muomala qilsa, to'g'ri bo'lmaydiganligi to'g'riliq so'zlaydi. Shuning bilan bular ikkisi o'rtasida bir-birini uch ko'radigan, ziddiyatlashadigan ahvol kelib chiqdi. Oxirida shuning bilan bu Dongzhuo asli Lübo'ga o'zininki shu uyiga nada bo'lsa shada har qanday yerga so'roqsiz kirdigan buyruqni, yana shundoq bir huquqni bergan bo'lsa, shu Diao Channinki sababidan Lübo bilan Dongzhuo yiriklashib, Dongzhuo buni o'zining o'rdisiga yoki o'zining ruxsatsiz o'zi boyaga kirmaslikka buyruq tushirdi. Shuning bilan Lübo texmi Dongzhuo'dan yiroqlaydi, ham eng muhimi Diao Channi ko'rolmay qoldi. Shuning bilan buni ochiq kelib ajoyib tushkunlashib ketdi. Shu lashkarlarni urib, tillab mashq qilgan vaqtda ishlan qilib ketdi. Endi Wang Yun bu yerda fursatning yetib kelganligini bilib, Lübo'ni asta-asta o'zining yoniga tortishga boshlaydi. Doim Lübo'ni o'zining o'rnisiga chaqirib, o'zininki asli Diao Channing belgisi borligini, keyin agar ular birlashib to'y qilgan bo'lsa, qanchalik baxtli bo'lganligi to'g'risida so'zlab berib,
bu tıxınbek azaplaşıp başlaydı. Şunun bilen Lübu hatta şu azaplangan vaqtlarda Dongjuan'ı tıllaydıgan. Dongjuan'ı öldürüp bitiş maqsadına bağlılığını ancha-muncha ifodelab qo'ydi. Am bir mushundaq bir ahvolni ko'rgandan keyin bu yerda bir mushavir bor, Liru deydigan. Dongjuan'ninki boshdan oxiri yenib turayotgan mushavirda nihoyat aqlli. Mushunda bir ahvolni ko'rgandan keyin bu ishniki nihoyat chatoqligini his qildi bu. Chatoqligini his qilib Dongjuan'a sen Diyaochanni Lübuga berib etgan. Taqdim qilib etgan uningga. Sening nurg'un xotining tursa, yana oson bo'ladigan tursa. Bu Lübu uni shunday yaxshi ko'rgan. Uningdan boshqa hech kimning og'zisi yo'q ekan. Sen agar uni rozi qilmasang, bu Lübu degan kallasına ait oddiy odam. Uning ustiga buna ait ishonchsiz odam. Ayni vaqtda bu dunyoning bir odam deb o'ldirib etgan. Lübu bizning yenimizda tursalar, bu shunday bir sanon orqali biz butun iqlimni ala alaymiz, kontrol qilaymiz. Demak, butun iqlimdagi fuqarolarning qizlari hammasi bizning. Lübu bo'lmasa, Lübu dushmanga aylanib qolsa, her qancha no'chi Diyaochan, her qancha go'zal Diyaochan bo'lganda, jinimizni saqlab qolamasak, mana bu egilikimizni saqlab qolamasak, hamma narsa yo'q bo'ladi desa, Dongju buni unutmaydi. Chunki bu hamda rahatlikka berilib, xudini yo'qotgan demdiq. O'ziga hech qanday bir xavf qolmadi deydigan yer kep bo'lgan bo'g'ashqa Diyaochanni bag'iz kelmaydi. Shuning bilan bu Liru'ninkimi fikri qo'shilmaydi, hatta uni qo'g'lab chiqirib etadi. Mushuningdan boshlab, demak Dongju hisobda o'zini vayron qilish kirdoviga berib qoldi degan. Unda qo'z do'stlar, Lübu bilan Dongjuning hikoyasini shunchalik so'zlab turdi. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Wang Yunninki Lübuni qoyil qilib Dongjuni qasdlash plani to'g'ri so'zlashimiz. Unda qo'z do'stlar, film yaragan bo'lsa, yuraklarni berib qo'yinglar. Astik inkas ayoniga gullarni, alt raqamlarni va o'zinglarninki uch podshohlikdagi yoqtiradigan bir qism mazmunlarni yozib qo'yinglar. Agar shu uch podshohlik degan kinoni ko'rib, texnik bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, korxon tijorat, savdo, shu xizmatga bog'lab turib, bundan texnik ko'p bilim olmoqchi bo'lsanglar, meningki shu uch podshohlik bilan shu hozirgi holatimizni, hozirgi turmushimizni, kasbimizni, tijoratimizni birlashtirib turib so'zlagan 5 qismliq darsimni anglab boqing. Astidagi ulanma orqali, ya'ni kan degan shu cho'ng degan ulanma biz sharqliq bu darsni anglay olasizlar.